Ibrat aka, xush kelibsiz. Nima, ya'ni muammolar bilan, shikoyat bilan keldingiz bizga? Endi quloqim shing'illab bor edi. Eshitmaydi yaxshi, bir tarafi. Shunga lechkani olishga kelgandim, bir yerga borgandim. Foydasi tegmadi. Foydasi tegmadi? Inshaalloh Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha bir harakat qilamiz va doposlik qilib, Xudo xolasa natijasini ko'rsatishga harakat qilamiz inshaalloh. Alloh shifo bersin. Okamiz quloqdagi shovqinlar bilan kelgan, kuchli shovqin. Eshitmaydigan darajaga kelgan pastda. Xudo xolasa natijalarni ko'ramiz inshaalloh. Ibrat aka, mana bugun 3-kun lecheniya oldingiz bizda. 3-kuni qulog'ingizda yaxshigina shovqin bor edi, chap tomoningizda. Bor edi, chap taraf. Shovqin bor, mana bu tortib yotdi-da, mana bu. O'sha shovqin qoldimi yo'q quloqdan? Yo'qoldi, hozir yaxshi. Shovqin umuman yo'q, hozir. Yo'q. Bormi? Ozgina bo'lsa ayting. Yo'q, hozir uzoqdan bo'ldi. Shovqin yo'q, ha? Yo'q. Baraka toping. Biz ham shundan xursand bo'lamiz, natijalarimiz. Rahmat, zo'r bo'ldi, yaxshi. Baraka toping. Bu videoni quloqda shovqini bor tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Bizning muolajalarimizda yangi usullarni kuzatib borishlik uchun bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.